shar vaholanki va'dalar berayotgan lablar aldar muhabbatga ishontirish undar nima o'zi muhabbat baxtmi yoki rasolat buni kim javob berar agarda sevganingga qilganingda tunda qo'ng'iroq bo'lsa band so'ngra esa xizmat so'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynab tun esa o'tadi go'yoki asr lekin qiladi sabr yuragim sezdi bugun xiyonatingni ko'zlarim ko'rdi bugun yolg'onlaringni bilaman bugun ketding mendan so'nggi bor sezaman sensiz yashash bo'lmaydi oson yo'qotgim kelmaydi afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni yo'qotgim kelmaydi afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni minglab azoblar chekib o'tdin badani butun lekin yuragida qon so'ngra esa berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq qiz esa alo deya javob nechun kechasi bilan aloqalar band degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob axir xiyonat deganlari shu emasmi axir hammasi shundan boshlanmasmidi kun o'ylab ketganingga sabab topolmadim farq shundaki faqat men senga o'xshab kecholmadim